بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün biz qarindoshlar Allah subhanahu va taolaning fazli va muvaffaq qilishi bilan bir mavzu haqida to'xtalmoqchi. U mavzu bo'lsa g'alba mag'lubiyatninki insonlar orasida yo'tkilib turadiganligi haqida to'xtalamiz. G'alba mag'lubiyat desak, har qanday inson tabiiy holda g'alba ustida, kuch-quvvat ustida rohat farog'at yashashni yaxshi ko'rdi. Mag'lub bo'lib, xor bo'lib, bechora bo'lib yashashni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Biz insonlar tarixiga qaraydigan bo'lsak, tarixdan buyon hech qanday bir davlat yoki hech qanday bir millat gullangan bo'yi qat'iy yiqilmay hozir qadar kelgan ahvolcho tarixda yo'q. Har qanday bir millat bo'lsin, har qanday bir davlat bo'lsin, har qanday bir dinga e'tiqod qilgan xalq bo'lsin, bularningki gullangan davrlari, taraqqiy qilgan davrlari, yiqilgan davrlari, mag'lubiyat bo'lgan davrlarcho tarixda o'tgan. Nima uchun? Qanday ish bu? Nima sababdan mushundaq bir gullanganlar mangu gullanib yashavermaydi? Mag'lub bo'lganlar mangu mag'lub bo'lib yashavermaydi desa, bu Allah subhanahu va taolaninki mushu dunyodagi insoniyatninki tarixiga, insoniyatning hayotiga bekitib o'tgan o'zgarmas bir qonuni bor. U qonun bo'lsa-mu arab tilida al-mudavalah deb ataladi. Bu al-mudavalah degan nima gap desa, g'alba mag'lubiyatninki yo'tkilib turadiganligi. Bir o'rinda yoki bir xalqda yoki bir davlatda mangu ustunlik va mangu g'albining davomlashmaydiganligi va shundaqla bir davlat bir xalqda mangu mag'lubiyatning davomlashmaydiganligi. Demak, g'alba mag'lubiyat degan ma'lum bir xalqqa keladigan, hamcho ketadigan. Qachon keladi? Qanday vaqtda keladi desa, bular odatda g'alba qilishninki, kuchliq yashashninki, davlat qurishninki prinsiplarini, buning qonunlarini, buning sabablarini joyida qila olgan vaqtda bularningki ustunligi, davlati, alohidligi saqlanib qoladi ekan. Bu ustunlik g'albaning asosliq g'oyasi yoki qilishga tegishlik sabablari nima desa, bu xalqda, bu millatda birlikning bo'lishi, ziddiyatning bo'lmasligi, talash tortishning bo'lmasligi, büyük g'oyalarda birlashish, büyük g'oyalarda o'zining irodalarida mustahkam turish, mag'lub bo'lgandan keyinmi o'zini qo'yib o'tmaslik, o'zini tashib o'tmaslik, sabrchan bo'lish, chidamchan bo'lish o'zininki maydonida, prinsipida. Mana bular har qanday millat, har qanday bir xalqninki g'alba qilish, ustunlikni egallashdagi asosli sabablari ekan. Asosli sabablari. Har qanday bir xalq qachoniki mag'lubiyatninki kelishiga sabab bo'ladigan har xil ijtimoiy, siyosiy va diniy tarafdagi kasallarga giribtor bo'ldi ekan. Bu millat, bu xalq masalan diniy tarafdan o'zining dinini xato tushunib olish, masalan musulmonlar dinni yaxshi tushunmaslik, bu dinninki bu insonni dunyo va oxiratda baxtli qilishga kelganligini
Peygamber aleyhisselamның insoniyatga rahmat qilib avatilganligini bilmay, naaytda dinga bo'lgan tushunchasininki tuvalligi, ilimsizligi, nodonligi, nurg'un xurofotlikninki bu dinga aralashib ketishlari, mushularning hammasi diniy tarafdan xatolish qilib bordi ekan. İctimai tarafdan xalqlarninki birisi-birisiga zulm qilishi, axloqsizligi, shiriklikning ko'payib ketishi, har xil nachar axloqlarninki jamiyatda umumlashishi, mana bu mu bir davlatning vayron bo'lishiga elib boradigan sabablar. Siyosiy tarafdan hokimlarninki birisi-birisiga zulm qilishi yoki hokimning xalqqa zulm qilishi yoki hokimiyat sohasidagilarning o'zaro huquq talashib urushishi, jidallashishi, shu orqali ojizlab boshqa dushman kuchlarninki bularni besib olishi, bularga zulm qilishi bu insoniyat tarixida umumlashgan bir qoida prinsip ekan. Hammaylar obdan kuzatayli. Obdan qarab baqayli. Mana bu mudavala degan shu. Ya'ni mag'lub bo'lgan taraf mangu mag'lubiyat ostida yashamaydi, g'alaba qilgan taraf ta qiyomat bo'lguncha bu zaminda ustunlikda yashamaydi ekan. Umumiy kuzatsak, bugungi dunyoda dunyoni so'rayotgan, biz dunyoning eng cho'ng da'vatqanlar buningdan 100 yil ilgari nima deydi? Buni bir mulohiza qilib baqayli. 200 yil oldin nima deydi? Bugungi kunda ajoyib ojiz holatga tushib qolganlar, xo'rlayotganlar, o'zining davlatlari, o'zining kimligini yo'qotganlar buningdan 200 yil, 300 yil burun nima deydi? Bular qanday davlat, qanday xalqda? Bularni obdan kuzatayli. Demak, bu g'albi mag'lubiyatninki olmishib turishi, bir qavmdan bir qavmga, bir xalqdan bir xalqqa, bir davlatdan yana bir taraf, yana bir davlatga yo'tkilib turishi Allah subhanahu va taolaning mushu koinotdagi o'zgarmas qonun prinsipi. Allah subhanahu va taolo Ali Imron surasida bu haqda shundoq bir haqiqatni bayon qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Bu ayet Uhud urushidan keyin tushgan. Yani Uhud urushida musulmonlar mag'lubiyatga uchragan. Musulmonlardan 70 tak sahabi mush urushda shahid qilingan. Shuning bilan musulmonlar qattiq g'am qayg'u bosgan. Mush vaqtda bu oyat tushib, musulmonlarga bir tasalli yuzida bu haqiqatni bayon qilgan. Agar sizlarga mush Uhud urushida mushundaq musibat, jarohatlanish, nurg'un qarindoshlaringlardan ayrilishdan iborat mushundaq mag'lubiyat, mushundaq xafalık kelgan bo'lsa, mush xafalıkning o'xshi bundan burun mushriklarga mush kelgan. Ya'ni Badr urushida sizlar g'alaba qilgandinglar. Musulmonlar mushriklardan 70 ni o'ltagan, 70 ni asirga olgandinglar. Shon ko'nglingiz bak yerim bo'lib ketmasin demakchi. Ma urushchisini mag'lub bo'lgan bo'lsanglar, oldingi urushda sizlar g'alaba qilgan. Ya'ni Badr urushida sizlar g'alaba qilgan. Bu urushda mag'lub bo'lishning sababi bularninki askarlarninki Payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga bo'ysunmaganligi. Rasululloh mushat to'xtanglar, tog'ning ustidan qat'iy tushmanglar deb merganlarni buyurgan. Buyurgandan keyin lekin bularcho musulmonlarning urushning beshida g'alaba qilganligini ko'rib, g'animatlarni og'anligini ko'rib, g'animatdan quruq qolamizmi-ki deb Rasululloh har qancha ish bo'lib ketsimi, biz mag'lub bo'lib ketsakmi, hatto qushlar bizning go'shtlarimizni yeb ketsimi, biz ulab sira tog'ning ustidan tushmanglar deb buyruq qilgan. Lekin bu buyruqcha sahabalarninki tog'ning ustidagi 50 lik sahabaning ko'p qismi ba'zi siyr kitoblarda 40 tak sahaba tushib ketgan deydi. Mush ko'p qismi Rasulullohning buyrug'iga asil bo'lganligi uchun boshdagi g'alaba keyincho mag'lubiyatga aylanib ketgan. Bu urushda. Ya'ni mush oyatning o'zida
yani mushriklarga burun mushundaq mag'lubiyat kelgan, ularni mushunda siladak o'zininki urug' tuqqanlardan ayrilgan deb bo'lib Alloh subhanahu va taolo va tilkal ayyamu nudaviruha baynan nas. Mana bu g'alba mag'lubiyat, üstünlük ve tüvellikten ibaret bu küllerini biz bütün insanların arasında yütkep durumuz. Olmaştırıp durumuz. Bugün ma galbi kıygan bolsa, ertesi yani birisi galbi kılıdı. Bunda kılıştı ki, gay sebep nima o dese, sizning içinizden hakiki rastçıl iman etkanlarını ayırış ve bularını bülüş. Ve bu iman etkan rastçıl kişilerini şehitlikten ibaret bu yuqur maqam, yuqur urunğucu eriştiriş deb bayan qildi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zalimlarni ço yaxshi ko'rmaydi deydi oyatning oxirisida. Mayli o'ziga zulm qilganlar bo'lsin, Allohga asi bo'lib, yoki boshqa o'zining qarindoshlariga zulm qilganlar bo'lsin, Allah bularni ço qat'iy yaxshi ko'rmaydi. Demak, Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda bu bütün insonlarga umum qilgan bu qonunni ço ilan qildi, belgiledi. Hem bu ayette beynen nas dedi. Yani beynel mu'minina vel kafirin demedi. Müminler bilen kafirlar o'ttiristik urushda demedi. Belki umumi insanlar o'ttirisda mushundaq g'albi mag'lubiyat kunlarini üstün yoki tuvan bo'lib qolish kunlarini ço mushundaq yo'tkab turmaymiz, aylantirib turamiz dedi. Demak, aslida insonlarning hammasi barobar. Qachoniki insonlar imandan, Allah'ını suyishdan, Allah'ın diniga esilishdan yiroq bo'ladi ekan, insonlarning hammasi barobar. Bundaq hammasi barobar bo'lgan vaqtda kimninki, qaysi tarafninki aqli alohida ishlasa, urushda yilmikir suiqastlari kimning yuqori bo'lsa, kimning soni ko'p, kimning qurol yaroqlari xil bo'lsa, mana bular g'alaba qiladi. İnsanlardaki kanun şu. Lekin iman egilleri ço bundaq soni ko'p, qurol yaroqlari ko'p, har xil tajriba egilleri var. Bundaq dushmanga qandaq qarshi turdi, nima bilan qarshi turdi desa, tabii buladimi musulmonlarning qo'ldan keldigan tayyorlik bo'lish kerak. Ondan bu tayyorlik bilan qo'shib Allah subhanahu va taolani suyish, Allohning bularni suyishi. Allah bularni yaxshi ko'rsa, bu bandalarda, yani Allohga ishongan bu mu'minlarda haqiqiy Allohni suyishdan iborat bu sifat topilsa, Allah subhanahu va taolo bularni yaxshi ko'rsa, Allohning yordami tushishga bular layoqatli bo'lsa, shu chaqda Allah subhanahu va taoloning yordami tushadi. Agar unda bo'lmasa, Allohning yordami tushmaydi. Shuning uchun biz bugungi vaziyatga qarab, musulmonlarning vaziyatiga qarab, o'zimizning vaziyatiga qarab-cho, o'zimizni yo'qotib qo'ysak, o'zimizning kimligini, qandaq yuksak tarixlarni beshimizdan o'tkazganligini unutib qolsak, biz to'shab ketamiz qarindoshlar. Biz o'zimizning tarixiga qarab baqayli. Bizning yurtimizda, butun O'rta Osiyoda musulmon bo'lgandan keyin, musulmon bo'lishning oldidami har xil gullangan, taraqqiy qilgan davlatlar qurilgan jutlar bizning jutlar. Musulmon bo'lgandan keyin Qaraqallar davlati, masalan Saljuqilar davlati deymiz, O'rta Osiyoda qurilgan. G'aznaviylar, andan Saidiya xalqi, demak O'rta Osiyoni, dunyoning nurg'un yerlarini so'g'an shundaq buyuk hokimiyatlar qurilgan. Shundaq hokimiyatning egillari bir kunlarda-chu bo'lgan bizning xalq. Arab islom dunyosimi shu? Arablar Payg'ambar alayhisolamdan keyingi 4 xalifaning zamoni bo'lsin, Umaviylar zamoni bo'lsin, Abbasiylar zamoni bo'lsin, keyingi kunlarda Osmonlar zamoni bo'lsin, demak musulmonlarningki shundaq gullangan, dunyoni titratgan, Allohning dinini dunyoning har qaysi joylariga tarqitishga, yeyishga sabab bo'lgan nurg'un davlatlar-chu tariximizda o'tgan. Shu chaqlarda hozir dunyoni so'rayotgan, dunyoning cho'ng biz da'vatqanlar nima deydi? Nima deydi? Obdan o'ylanib baqayli. Ba'zilari taqa 17-asrdan keyin, ondan
keşif kılıngan devletler. Andın kurulgan devletler. Hazır dünyanın soravatkallar. Demek biz bugünkü günde Müslümanlar muşundak eğir günge kağıllığımız, kıyamet günü geçilek bula muşunda biçarlıkta, muşundak başkalarının besim asıra, zulüm asırı yaşaydı degenlik emez. Bugünkü günde dünyanın soravatkallar, dünyanın hocası biz davatkallar, Allah subhanahu ve ta'ala ulağımı çukum, kıyamet günü geçi bula dünyanın muşundak soraydı o. Dep bir çekmegen emez. Allah'ınki وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِرُهَا بَيْنَ النَّاسِ diyen muş kanuni çokum bütün insaniyetke icra kılınıdı. Bugün küşlük boğallarının acizlaydıgan günü kilidu. Bugün aciz boğallarının, mezlumlarının, zulüm kılınğanlarının ki küşlük buluduğun günü kilidu. Bizning bununla çokum işencimiz buluş gerek. Biz şundak günün kilişige tirişçilik kılışımız gerek. Kolumuzdan kilişçe Allah subhanahu wa ta'ala kolumuzdan kemmeydiğen işqa bizni buyurmaydı. Kolumuzdan kemmeydiğenini bizni talep kılmaydı. Lekin her bir insan özünün koldan kelgen tirişçilikini küçünçe çıkarış lazım. İlim ilgilileri ilim arkalık. Ticaretçiler özünün iktisadı arkalık. Cemiyet kişiler özünün qaysi sahada hes kuşarsa şu sahada hes kuşap kelgüsideki şu iz bulduğun küller üçün ulusaliş gerek. Hayatımızda biz onu o iz bulduğun küllerini köymeye kalsak meyli. Bugün yaşavatkallar köymeye kalsak meyli. Çünkü insan degen 50-60 yıl yaşaydı. Ya 70-80 yıl yaşaydı. Bu bizge nisbeten şundak uzun tarih köp vakit tuyulgan bilen devletke, halıkka, bir ümmetinin tarihi nisbeten 100 yıl, 200 yıl vakit şu, hiç kanç vakit emez o. Hiç kanç vakit emez. Tarih karsak 300 yıl, 400 yıl devletinin ayrılganlar, devlet kuğan işlema. Yahudilik qarab bakayla. Yahudilarni Peygamber Aleyhisselam Arap Cazirisinden qoğlap 1300 yıl ötkenden keyin 1300 yıl ötkenden keyin Müslümanlar devletin tutup duruşununki sebeplerine yoki devletin tutup duruşununki asaslık g'oya sebeplerini unutup o'zaro ziddiyetlashib, acizlab, devletler pachilinib, xilofat vayron bo'lib, mushunda tugashgandan keyin 1350 yildan keyin davlatni quroladi. Nima uchun? Ular o'zining yahudiyligini dunyoning har qaysi joylarida bo'lsa-mu saqlab qolganligi uchun. Boshqa har xil dindiki, har xil millatlargacha asmalasiya bo'lib, yo'qolib ketmaganligi uchun dunyoning har qaysi joylaridan oxirisida bir yak kelib davlatni qura oldi. Batil egisi turib, xato yo'lda turib, Alloh shirik keltiradigan turib. Lekin ular sababni qildi. Bularcho bugungi kunda hozir necha yuz million arabning gadiniga dastlab turibdi. Bundaq tug'anligi qiyomat kunigacha bundaq qilib qoladi degan gap emas. Buning yiqildigan kuni keladi. Payg'ambar alayhisolamning hadisida bishorat bergan bishoratlari cho'qim vujudga chiqadi. Biz musulmon bunga iymonimiz bor. Lekin bular sababini qildi, o'zining maqsad g'oyasiga erishdi. Biz albatta Alloh ishongan, Allohning payg'ambariga ishongan mu'min bo'lish sifatimiz bilan sababini qilsak, o'zimizning kimligini yo'qotmasak, o'zimizning iymonimizni yo'qotmasak, osmonasiya bo'lmasak, cho'qim bizning mucho o'z haqqimizni oldigan kunlarimiz cho'qim keladi. Buni 100% ishlaylik. Qat'iy bizda shak bo'lib qolmasin. Qat'iy o'zimizni tugashdik deb qaramaylik. Chunki biz islom bilan bog'langan xalq. Allah Qur'oni Karimni, islomni saqlayman deb va'da qildi. Qur'oni Karimni saqlayman deganligi uni bir kutubxonaga akirib qo'yib shu yerda saqlangan kitob emas u. Ma'lum shaxslarning kutubxonasida ya kompyuterda saqlash o saqlashning bir turi. Lekin Alloh subhanahu va taolo cho'qim Qur'oni Karimni shu Qur'oni Karimga ishongan, Qur'oni Karimni yodlagan, Qur'oni Karimga amal qilsam bo'ladi deb tirishchilik qilayotgan shundaq mu'minlar orqali saqlaydi. Qur'oni Karimni saqlayman deb va'da qilgan Alloh subhanahu va taolo
Chuqum bu Qur'onga ishongan mu'minlarni saqlaydi. Bular tüp yiltizdan qurtulmaydi inshaalloh. Buning chuqum bizning iymonimiz bor. Bu dunyo nima uchun mushundaq? Nima uchun desa, bu sinoq dunyosi. Inna kunna lamubtalin dedi Qur'oni Karimda. Allah subhanahu va taala Nuh alayhisolamning qavmini halok qilib, Nuh alayhisolamga ishonganlarni qutqazgandan keyin bu shularning degan gapi. Inna kunna lamubtalin. Biz sinoqqa duch kelgan. Ya'ni Allah subhanahu va taala sinagan. Bizni cho sinaydi. Bundaq sinoq bo'lmasa, kimning iymonda rostchil ekanligi, kimning yolg'onchi ekanligi nadin bilinsin. Agar musulmonlar har doim g'albi ustida, ustunlik ustida bo'lsa, har zaman, har makonda munofiqlarning bozori nadin chiqa. Munofiqlar albatta bozor topolmaydi unda chaqda. Bu haqiqat yo'lda manganlar bilan, haqin do'stlik qilganlar bilan, haq iymon islomni do'stlik qilganlar bilan eng kuchvan tanlaydigan, davlatvan tanlaydigan yoki davlatbani suydiganlarni ayirish qanday vaqtda bo'ladi desa, musulmonlar ojizligan vaqtda. Musulmonlarning igisi yo'q vaqtda. Bularning davlati yo'q vaqtda. Kimninki haq yo'lda mustahkam turganligi, kimning iymon islomni tanlaganligi, iymon islomni so'yganligi, kimning kuchi bo'lsa, kimning davlati bo'lsa, kimninki puli bo'lsa, shuni suydiganligi oshkor bo'ladi. Munofiqlar oshkor bo'ladi. Yolg'onchilar oshkor bo'ladi. Ma kana Allohu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayh hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Demak, Allah subhanahu va taala sog'lom kishilar bilan nachar buzuq kishilarni ayiradi bu hayotda. Ayirmay hamma odamni o'xshash muomala qilgan ish yo'q. Allah subhanahu va taala mu'minlarni sinaydi, kafirlarni sinaydi. Biz bu iymon egillari bilan kufr o'tirisidagi kurashninki qanday bo'lganligini tarixdan bir bilayli desak, bir vaqalik var. Bu Sulhul Hudaybiyadan keyin Rasulullohning Makka mushriklar bilan tuzgan sulhidan keyin, kelishimdan keyin Abu Sufyan qatorliq 20-30 dak tijoratchi Makkadan Sham zaminiga tijorat kelgan, molga kelgan. Sham zamini degan shu chaqda hamda bugungi Urdun, Falastin, Suriya, mushaning hammasini o'z ichiga oldi. Falastinda İliya deb atilgan bir o'rin bor. Shu chaqda Iroq degan shu Rumliqlarning cho'ninki bir qasri Shuvad ekanda. Shuvad tug'an vaqtda Payg'ambar alayhisolamdan cho bu Iroqlik bir xat kelgan. Aslim taslim deb. Musulmon bo'lsang salomat qolsa. Musulmon bo'lsang san agashganlar xalq musulmon bo'lsa, sen bularningki ajrini olasan. deb xat kelgandan keyin qattiq cho'chib ansirab, nimish bu? Darhol bozorga chiqib qaranglar, shu men payg'ambar deb da'vo qilayotgan odamning jutidan kelgan bir tijoratchi ya bu odam bo'lsa, darhol tutib kiranglar. Degandan keyin ha ma'qul deb buning saqchilaricha ko'chida yurib Abu Sufyan va uning bilan birga molg'a olganlarni tutgan. Qo'lga olib ekirgandan keyin Hiraqilcho, men sendan bir nechta xil savol so'rayman. Shu savollarga sen rostchil javob ber. Degandan keyin tamom men rostchil javob berman. Degandan keyin bu bir nechta turli savol so'rgan. Shu savollarningki biri kayfa kana qitalukum ma'ah deb savol so'rgan. Sizninki o Muhammad bilan bo'lgan urushlaringiz qanday bo'layotdi? Urushmi vaqtingizmi? Urush qanday bo'ldi? Degandan keyin Abu Sufyan javob berib, "Al-harbu baynana va baynahu sijal. Nanalu minhu va yanalu minna." Biz bilan o Muhammad o'tirisidagi urush sallallohu alayhi va sallam sijal degan. Sijal degani aslida lug'at ma'nosi ling suv ep qo'ygan chelakni arab tilida sijal deb ataydi. Yani al-harbu sijal degan nim degan gap desa, urush biz bir qatim g'alaba qilsak, u bir qatim g'alaba qiladi. Biz uningga bir qatim azar yetkizsak, u bizga bir qatim azar yetkazadi. Mushundaq bo'layotdi deb javob bergan. Javob bergandan keyin biz diqqat qilish tegishlik.
bir nuqta bu yerda Hiraqlcho gapning oxirisida hamma savolni so'rab bo'lib, "Men sendan urush qanday bo'layotdi?" deb so'rsam, sen bizning oramizdagi urush bir qatim u g'alba qildi, biz bir qatim biz g'alba qilamiz deb shunday javob berding. Va kazalika rusul tubtala thumma takunu lahumul aqiba. Mana payg'ambarlar degan mushunda. Ya'ni payg'ambarning o'zininki qavmi bilan, ya'ni iymon keltirmagan o'zining mushrik qavmi bilan bo'lgan urushlari mana mushunda bo'ldi. Ya'ni bir qatim payg'ambar va agash kuchlar g'alba qildi. Ya'ni bir qatimcho bu payg'ambarga qarshi turganlar bularni g'alba qildi. Summa takunu lahumul aqiba. Lekin keyingi oqibatcho shu payg'ambarga bo'ldi. Shu payg'ambarga agash kuchlarga oxirgi g'alba shular bo'ldi deb javob bergan qarindoshlar. Mana biz buningdan alohida bir dars olishimiz kerak. Alohida dars olishimiz kerak. Hatta shu hadisning o'zida hatta shu rost payg'ambarkan men dastlab turgan musulmonni egallaydi deb shunday javob bergan. Shundoq degan. Shundoq degan vaqtda Abu Sufyan qo'pib, "Yo, bu Muhammad bani Asfarni qo'rqitibdi ya" deb shunday deb ketgan. Demak, haq yo'lda manganlar bilan xato yo'lda manganlarningki o'ttirsidagi, orlig'idagi kurash mana shundoq kurash. Mana shundoq kurash. Shuning uchun biz bugun kunimizdan qat'iy umidsizlanmaylik. Ya'ni biz tugashdik. Bizning xalqimiz tugashdi, yurtimiz tugashdi deb o'zimizni tashlab o'tmaylik. Shuqum biz birsimizga qo'l chiqarib, birimiz bilan hamkorlashib, kamchiliklarimizni to'liqlab, o'zimizning kimligini saqlab qolishga, o'zimizning dinini saqlab qolishga qo'limizdan kelishcha tirishchilikni qilaylik. Bir kunlar keladi, inshaalloh biz o'zimizni saqlab qola olsak, chuqum bizning xalqimiz, bizning yurtimizni chuqum saqlanib qoladi. Buningga yüz ishonaylik. Kuchliq bo'lganlar mangu kuchliq bo'libcho ketavermaydi. Ojiz bo'lib qolganlar mangu ojiz bo'lib ketavermaydi. Kuchliqlarning yiqildigan, ojizlarning beshini ko'taradigan davr cho'qim keladi. Va tilkal ayyamu nudawiruha baynan nas. Bizning Alloh subhanahu va taolaning oyatlariga iymonimiz ajoyib mustahkam inshaalloh. Bu Allohning va'dasi cho'qim amlilishidi. Cho'qim vujudga chiqadi. Lekin bizda-cho Allohningki rahmat nazari bilan qarashga layoqatlik sifatlar bizda topilish kerak. Bizda topilish kerak. Qachoniki shu haqiqiy mu'minlar topiladigan sifatlar bizda mukammal topilsa, biz savabini qilsak, Alloh subhanahu va taolo bizga bu g'albini ato qiladi. Bu ustunlikni ato qiladi. Bu ojizlikdan bizning qutulishimizni o'z qudrati bilan Alloh oson qiladi. Alloh biz bilan bo'lsa, bizga hech qanday ziyon yetkazgich yo'q. Bizni hech qanday vayron qilg'ich yo'q. Bizni hech qanday bo'zak etkichi yo'q inshaalloh. Biz Allohning biz bilan birga bo'lishiga tirishchilik qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammamizdan rozi bo'lsin. İnşallah buduq darsda nima uchun bu g'alb mag'lubiyat mushundaq yo'tkilib turdi? Mu'minlar nima uchun har doim ustunlikda yashamaydi? Nima uchun bu Allohga ishongan mu'minlarning bunda xaroldigan kunlari bo'lib qoldi? Buning sababi yoki buningdagi hikmatlar nima degan mush mavzu ustida to'xtalamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo hammamizdan rozi bo'lsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر